Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, chorva ishqibozlari, aka-ukalar, biz video syomkalarimizda Namangan viloyat Namangan tuman Tepao'ron shahridagi olib boramiz. Akalar, hafta kuni shanba 22-iyun 2026-yil. Xudo xolasa qo'ylarni o'ta gigant elitalar kelgan ekan, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa endi tug'adigan qo'ylar, endi qochmagan aralash ekan deydi. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa qo'ylarimiz gigantidan toza Qirg'iziston Bishkek talab qo'ylardan so'raganlar ekan, o'ta elitalar ekan, hurmatli obunachilar. Lekin mana bu qo'yga bitta baho berib qo'yasizlar. Ash qo'yli shuncha ashni. Qo'zi bu. Qo'zimish qo'y. Qo'zi. Anaga. Voy mashalloh. Hurmatli obunachilar, qulog'on Jonivorlar. Quloq tashlashdan yaxshi. Qulog'on bor 19 kg kelaveradi. Hurmatli obunachilar, bo'y bastani 85 kg kelaveradi, lekin qo'ylarimiz hozir hammasi bir joyda turibdi. Mana hurmatli obunachilar, zo'ridan so'raganlarga mana toza simjullari ham bor ekan ichida mana bunaqa. O'ta zo'rlardan boqaman deganlarga soni 14 dona, bo'y bastani 85 kg kelaveradi. Hurmatli obunachilar, lekin hammasi qo'zi ekchak. Hurmatli obunachilar, qo'ylar o'ta zo'rlardan boqaman deganlarga tavsiya qilaman. O'ta go'zallar qo'ylar, lekin kichkina qo'y emas. Borib ko'raman degan odam lakasiga tashlab beriladi. Xudo hozir kelib ham ko'raverasiz, hurmatli obunachilar. Zo'ridan boqaman deganlarga mana bu qo'ylarni olib tashlang. Xudo xolasa yaxshi qo'chqarim bor deganlarga tavsiya qilaman. Lekin qo'ylar badani ham zo'r, qochishga tayyor. Bular bo'g'oz qisiligi noma'lummi? Noma'lum bular bo'g'oz qisiligi. Mashinasi xudo xolasa. Ha, mashinasi. Lekin Qo'chqari bo'lsa qo'shib olishaveradi. kichkina narsa emas, hurmatli obunachilar. Chiqmasa bo'lmaydi. Hammasi yirik ekan. Yedishda muammosi yo'q. Zo'ridan boqaman deganlarga Bir hafta sinab olishaveradi. Bir hafta sinab olishadi. Xudo xolasa. Lekin qo'ylar Yosh. bir-biridan go'zal qo'ylar ekan. Qo'ylar yaxtimin, yaxshi qo'ylar ekan. Qo'ying bormi desa, bor deydigan qo'ylar, hurmatli obunachilar. Buni videoni biz to'g'risi ko'p cho'zmaymiz. Tassas narxini aytib qolamiz. Ayrimlar buni bo'ladigan narx qancha? Buni bo'ladigan narxini yengil qilib qo'yamiz. Unaqa 9 million, 8 million, 8,5 million yo'q narx. Bir joyga bo'lsa 7 million 500 mingdan Samarqandgacha siz obunachilaringizga beramiz. Boshqa odam kelsa yo'q, unaqa bermayman. Siz obunachilaringizga faqat. Lekin hurmatli obunachilar, qo'ylar kichkina narsa emas. Ayda bermaydi. Mana hurmatli, hammasi tikka dumba, hamma toza razrezi bor, xudo xolasa. Zo'ridan boqaman deganlarga men tavsiya qilamiz. Kimga ma'qul bo'lsa aloqa chiqarasiz, lekin qo'ylarni kelib ko'rganga yetmaydi. Kelib ko'rsalaring qo'ylar. Internetda mana Telegram, YouTube kanalimizda endi videoda qo'ydi katta-kichik ko'rsatadi, hurmatli obunachilar. Kelib ko'rsalaring yaxshi bo'ladi. Qo'ylar kichkina narsa emas, suyak katta qo'ylar. Katta. Lekin qo'ylarni olib tashab qo'ygan odam xudo xolasa baraka topadigan qo'ylar. Kimga ma'qul bo'lsa ekran telefon nomer qoldiramiz, aloqa chiqarasizlar. Videolarimiz xato kamchilarimiz oldindan uzr, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.